yangi mahsulotlarimizni boyitgan holatda Iordaniya davlatidan keltirilgan, tarkibida mikroelementlar mujassamlangan chorva hayvonlari uchun foydalaniladigan vitaminlar. Hurmatli chorvadorlar, parrandachilar hamda diler va distribyutorlar, 2026-yil 7-yanvar yana yangi mahsulotlarimizni boyitgan holatda Iordaniya davlatidan keltirilgan, tarkibida mikroelementlar mujassamlangan chorva hayvonlari uchun foydalaniladigan vitaminlar, ozuqalar hamda parranda hayvonlari uchun qo'llaniladigan mana yangi preparatlarimiz. Bundan tashqari spreyimizni Iordaniya davlatidan keltirilgan yangi spreyimiz. Bu o'sha chorvalardagi oqsil, ya'ni yashur kasalligiga qarshi qo'llaniladigan va oldini oluvchi, davolovchi mahsulotimiz. Bu ham Tilarat R parranda hayvonlari uchun tarkibi tilazin bo'lgan kukun shaklidagi mahsulotimiz. Kimga mana shunaqangi mahsulotlar kerak bo'ladigan bo'lsa, manzilimiz Farg'ona viloyati, Farg'ona shahar, Istiqlol stadionining ro'parasida joylashgan savdo markazimiz. Dilerlarni, distribyutorlarni ham hamkorlikka, birgalikda ishlashga taklif qilib qolamiz. Mahsulotlarimizni miqdori cheklanmagan. Mana yangi mahsulotlarimiz. Inyeksiya uchun oksitetrasiklin 20%lik Iordaniya mahsuloti mana. Bundan tashqari mana bu parazitlarga qarshi qo'llaniladigan mahsulotlarimiz. Operatorimizdan iltimos qilamiz, mana yaqinroq olib kelib ko'rsatsa. Bu ham Iordaniyadan keltirildi. Doxicol. Mana buzoqlarga, qo'zilarga qo'llash uchun juda zo'r parrandaga ham bo'ladi, qo'llasa preparatlarimiz mavjud. Bizni kuzatishda davom etinglar. Sizlarga doim yangilik va yaxshilikni ilingan holatda xizmat ko'rsatishdan charchamaymiz. Rahmat.